Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ini Batur. Avtori Ziyo Samadi. Yapma qapig'idan rahimsizlik yig'ib turadigan bu shaxs xalq rahbaridan ko'ra qo'liga qilich tutgan jallodni eslatdi. Shunglashqa u Kolyaskada g'adiyib o'ltirgan peti atrofga yirtqichlarcha ko'z tashlab o'tgan chog'da fuqarolar samimiy hurmat belgisi bilan emas, qo'rqqanligidan uningga noiloj bosh egishib turishadigan G'ini Batur uni bir qatim chalpula ko'rgan. Do'stlari bilan birlikda Shidachu, g'arbiy cho'ng ko'rik. Yenidagi umumning sayligohi baqqa chiqqan chig'ida Shingsay odatdagi dabdabasi bilan ashu bog' oldidan o'tib ketgan edi. Shu chog'da Shingsayga tikilib qarab, ko'ngilda uningga nisbatan nafrati qo'zg'algan G'ini muno tirik butning kirib o'ltirishini, muno xalqning uningga bosh egib cho'qinishini qaranglar, dedi. Do'stlari uning so'zlashiga hayron bo'lishgan. Chunki Shingsay u kamlarda til tekkizib bo'lmaydigan dahi chaqqa aylanib, uning sha'niga shak keltirgan kishi o'zini qorong'u zindonda ko'radigan. Mana hozir u odamni tirik yutqidekla qilib turadigan surlik qora qopqisidan kirishi bilanla ashu deganlari guppida esiga tushgan G'ini. Ashu tirik but bilan yuzma-yuz ko'rishmanda. Ular mening nimamga qiziqidikina? Meningdan nimani so'rar? Nima deb javob bersam bo'lar? Xudo dilimga nimani solsa shuni davirmanda. U amdi Durd Nijot oyatni o'qishga boshladi. Paytun xabarlashish bo'limi deb ataladigan yalan qavatlik imoratning oldida to'xtadi. Dastlab Liubingdi tushdida chiriklarga xitoychilab nimlarni jikib, o'zi shu an g'oyib bo'ldi. Chiriklar G'inini bayqidek hasham bilan yo'lashtirib yerga tushirib, xabarlashish bo'limiga boshlab kirishdi. Oldin ola hozirlab qo'ygan kishan ochadigan va sandalda G'inining putidagi 3 kishanni bo'shatib, ondan keyin ichkarki bo'limga ilib kirishdi. Bu g'izolarni janobi Shingduban o'zi buyruq qilib hozirlatqizdi. Bemalol iste'mol qilavering, G'ini, dedi egiz, o'ruq, yochivakka o'xshab ketadigan ofitser intayin hilimlik bilan. Duban iltifot qilgan bo'lsa, yo'q demaymiz-da. Takallufsizla o'rindiqqa o'ltirdi G'ini. Ko'nglida tayinliq meni qiltoqqa tushirish uchun don chechyotidi bu aldamchilar degan gumon kashdi uning ko'nglidan va hozircha bariga dattikam dedi-da, ha deganda semiz go'shtga qo'l uzatdi. Aroqdan quyaymi? Yo'q, dedi og'zidagi liq go'shtni chaynamay yutib G'ini. U hash-pash degicha yo'g'on tovoqdagi go'shtni siypab silib, taxslardagi saylarni jingmomiga aralashtirib so'qishga kirishdi va ochiq-chuchuk 2 china so'ntangni kayni-kaynidan sumirib o'tib, peshonidan purrida chiqqan ter tomchilarini o'chimlab surtivatdi-da, ochiq damlangan choyga tutish qildi. Bayotin uning tamoq yeyishiga hayronlik ichra qarab turishgan ofitser va 4 qurolliq chirik bir-birisiga ma'nilik ko'z tashlashdi. Bu qarashda bizning Vusung nomliq boturimizdan qolmaydigan chantokan degan ma'no chiqib turadi. Shu oraliqda semizliqidan xirildab Liubingdi kirib keldi. U qo'soqni bir oz qapartib olgansan deb so'radi. G'ini unlik kekirvetib, uni yipishib bir jin go'shtni yeb bo'lolmaydigan Xitoy devidingmi meni? Bu narsalarning qo'sig'imning bir bulung'imi kelmidi. İçi qap qalgan odamning o'zi to'ysimi, ko'zi to'ymaydi. Bayqab ya, Hasan akang qo'g'lab ketmisi yana, dedi kulimsirab Liubingdi. Go'shtni ko'rmaganim yaxshidi. Mana ozroq yeb nafsim qo'zg'alib ketdi. Biz deganga ko'nsang, simiz paqlanlar tayyor. Paqlan? Paqlan turmoq, chashqanmi oshmaz senlardan. Bo'ldi, yur, deb G'inini boshlab mandi Liubingdi. Ular eshikdan chiqishiga o'rgangandakla 2 rat bo'lib sap tortgan qurolliq cheriklar turishadi. G'inilar ta Shingsayning ishxonasiga kirgicha qurolliq sapning o'ttirisidan mangdi. Tayinliq manga qilgan hayvisi, zodi bularning nima qilgani? Birda mehmon qiladi,
turupla popoz qilib qo'ydi. Bilelmidim bu dimiqtilarni. Bizga o'xshash qurolsiz mahkumlarni har ko'yga silishga ustida. Bu rangvazlar, deb pichirlaydi. Qalbida g'azab, nafrat, o'chmanlik, intiqom hissiyoti texmu kuchayishga boshlagan G'ani. Kang bo'limining ichini so'rlik sukunat besib olgandek seziladi. Minglagan odamlarning taqdirini birla belgu, ya'ni birla siziq bilan hal qilg'uchi bu bo'limiga har haftaning seshanba kuni bir qitim tashrif qiladi Shingsey. Gong'an Guanlichu bexatarlikni saqlash boshqarmasining boshlig'i Li Yingchi va harbiy sud boshlig'i Li Fuling tarafidan xulosalangan tergov hujjatlari Shingsey imzosi chekilgandan keyin mazmun ihotalangan mazkur bo'limining ichiga o'rnatilgan seyfda saqlanadi. Sharqiy Turkiston doirasidagi 10 ma'muriy viloyatning hammasidagi zindon hapsxonalarda beguna azob chekayotgan tutqunlarni hisobga olmaganda faqat Urumchi shahrining o'zidala 6 o'rinda cho'ng zindonlar bo'lib, barliq mahbuslarning jazo hukmlariga Shinxi bevosita nazorat qilish bilan birga ba'zida umumiy tizim bo'yicha xi belgisini qo'yadida ashu tavakkulga sizilgan xi minglagan odamlarning qatl qilinishiga asos bo'ladi. Ayrim vaqtlarda shaxsiy dushman yoki xatarlik unsur deb hisoblaydigan kishilarni mushu bo'limiga keltirib, tergovning ilib berilishini yon bo'limini ayirib turadigan sirliq parda keyinda turib olib, kuzatishga xushtor edi. Bu tariqadagi so'roq tergovlarga uning eng ishonchli tayanchlari bo'lgan Li Yingchi, Li Fulin va ishonchli tarjimon hamda jinoiy taftishchi Liu Bingdi qatnashadi. Mana bugun xatarlik hisoblagan G'ani Baturni ashu bo'limiga keltirishdi. G'ani 7 yildan buyon davomli holda so'loqqa ilinayotgan siyosiy jinoyatchilar jumlasidan bo'lmasimi, G'anining hayot yo'li va jur'atlik qaysarligi Shingseyning diqqat e'tiborini qo'zg'ab, uni xatarliklar jumlasidan hisoblab, qora tizimga kirgizgan edi. Ikkinchi tarafdan bo'lsa, qo'rqimsizligidan har kim ayminadigan bu qora turk ayvashga kelgidek bo'lsa, uni tarbiyalab, kuchidan foydalanishmi nazarda tutilgan edi. G'anini boshlab kirgan Liu Bingdi bo'limning bo'sog'isidan otlab o'tib, kang ustilida nimanidir intayin diqqat bilan o'qib o'ltirgan kishining yiniga kelib, "Boshlaymizmi?" dedi asta pichirlab. "Hozir", dedi ko'zini qog'ozdan uzmay Li Yingchi. "O'ltir", deb bulunga qo'yilgan o'rindiqni ko'rsatdi G'aniga Liu Bingdi. Ustaldan bosh ko'tarmay o'ltirgan kishini Shingsey bo'lsa kerak deb faraz qilgan G'ani o'rniga tikilgunicha turib qolgan edi. "Hangvaqmay o'ltir deyman", takrorladi Liu Bingdi. G'ani ko'rsatilgan joyga o'ltirganda uning salmog'idan o'rindiq g'irslab ketibdi. Li Yingchi beshini ko'tarib cho'chigandek uningga qaradi. Ana shu chog'dala Lining Shingsey emasligini bayqagan G'ani "Bu haqning hammasi degidek repid yuz, panoq burun bo'ldikina", deb pichirildi ichida. "Bu yerga nim sababdan kelganingni bildigansan?" dedi G'aniga sinchilab qarab Li Yingchi. Uning so'zlarini ig'izcha tarjima qilib turdi Liu Bingdi. "Ha", qisqala javob berdi G'ani. U o'zini tamkin, beparvo tutmoqqa qancha tirishsimi, nemishkudur sur bosgandek his qildi. Muni xun purab turadigan bo'limning 4 timidan jallodlar palta ko'tarib chiqadigandekla, avu bulundagi odam bo'yi siftin qonga milangan qo'llar chiqib, uning kekidikidan bo'g'idigandekla tuyulatdi. Ajab, qanchiligan xiyim xatarlarga duch kelganimda pisangmo qilmagan edim. Bugun nim bo'ldima? Taqtur G'ani, sha'ning go'yat. "Qilgan jinoyatingni bilamsan?" deb so'radi Li Yingchi. U qiya tosh cho'qqisiga qo'ngan tog' burkitidek o'rindiqda mag'rur o'ltirgan G'anining qiyofatiga, uning bastlik, baquvvat qaddiga, xususan shijoat uchquni chaqnab turgan ko'zlariga o'sut qilgandek tikilib qoldi. "Nimishga javob qilmaysan?" takrorladi Li Yingchi.
Şeňsey janaplary özü sorgan bolsa, muşundaq sualny beretdimi? Yandırıp sual berdi Geni. Bu xil cevapni kütmegen Li Yingchining ko'zlari çanıgıdan chiqib ketgandek chekchiyip ketdi. Liu Bingdi bolsa Geniga kaymak bolup temşeldi-yu, özüdün zor amaldar aldida çat kirişdin eýmendi. Ätimalim ig'iz açqanicha turib qaldi. Pärde arqasidagi yan bölümide olturgan gap o'g'risi Şeňsey Genining javobiga qiziqish hosil qilib, pärdiga texmu yaqinlashdi. Nima sababdan mushundoq faraz qilding? So'radi g'azvini zo'rg'a bosgan Li Yingchi. Meni necha qitim so'roqqa olgan so'roqchilarmi mana sizmi mushundoq tomtoq savol bersizlarda? Zivaza da'vatdi Li Yingchi. Uning o'g'ri deb haqoratlashini minglarcha qitim anglab, sing'ish bo'lib qolg'achqa erangmi qilmadi G'eni. Biz seningdan hukumatga qarshi uyushgan tashkilotni fosh qilib berishingni talab qilamiz. Uqdingmi? Dedi-de, bu yolg'onchilikning G'eniga qandoq ta'sir qilganligini bilmoqchi bo'lib, G'enining ko'ziga tikildi Li. G'eni bo'lsa javob berish o'rniga miyig'ida kuldi-da, teramni ta'tirish olsangmi, yo'q narsani bor degizolmaysan, degan qiyofatda jim o'ltardi. Yaxshilikcha javob bermaydi ekansan. Qalg'ashdek sayritish qo'limizdan kelishini asdan chiqarma. Ani batuli deb do'q qildi Li. Putumdan tartib beshimgacha ketsanglarmi, o'zimga va boshqalarga qora chaplashga tilim bormaydi. Keskin javob berdi G'eni. Xundan o'rnidan chachirib turgan Li G'enining kachtiga urmoq bo'lib, qo'lini ko'targan peti to'xtab qoldi. Chunki muni tavranmas odamni urush, popoza qilish orqali ayvashga keltirolmasligini aslab, chatashtirib sir ilishga tutish qildi. Nimaga ishonch qilasan? Endi boshqachalar savol berdi. Ha, bir xudoga ishonaman. Demak, barliq islom diniga e'tiqod qildiganlarning birligini tashabbus qildikansan-da. Mayadagi Uyg'urlar bir kishi o'rniga bir-birsiga o'rkolishib yurgan chaqda barliq musulmonlar qandoqmi birikilar? Li Yingchining saxta savoliga ikki pisliq javob berdi G'eni. Li Yingchi bilan Liu Bingdi G'enining ma'nilik javobiga tengirqab qolishdi. Pärda orqasida chashqonning to'shikdan chiqishini paylab yotgan mushukdek marab o'ltirgan Şeňsey, bu oddiy o'g'ri emaskan, xatar mushundoqlardan paydo bo'ladi, deb fikrladi u. Tirgovni o'zi boshqurmoq bo'lib, bir qadam bostida bu fikrdan yenib, yana o'ltardi. Sen, dedi o'ng qo'lni G'eniga qaratib shiltigan Li Yingchi. Xalq ichiga isyon ko'tiraman, islom ochaman deb ig'vo tortganligingni bizdan yo'shirolmaysan. Bu ko'ni sanam, dedi Li Yingchiga darhol raddiya bergan G'eni, yana kulimsirgan qiyofatda. Islom ochimiz deb oxirida o'zlarining so'ngi ichilib qolganlarni ko'rdik-ku. Texi mundoq degin. Xo'sh, qani kimlarning so'ngi ichilibdi? Hiliqi Savut damilga o'xshashlarda. Sen ularni nereden bilasan? Ular bilan bo'lgan aloqani et, deb tegi taktini ko'lashga boshladi Li Yingchi. So'roqning borgancha shoxlab ketayotganligini, agarda bir eg'iz o'shuq gap qilib qo'ysa, munolarning qonidek yepishib olganligini sezgan G'eni amdi paxas bo'lib javob berdi. So'loqda yetib angladim. Yolg'onni valaqlaysan? Kalti ko'saydek qisqa qo'llarini shiltib vaqirashqa boshladi Li Yingchi. Sen hammani bilasan. Savut damolla bilan bo'lgan aloqangni, maxfiy tashkilotinglarda kimlarning borligini o'z og'zing bilan aytib bermasang, tilingni yulib olaman, zivoza. G'enining uyul tashdek qimir qilmay o'ltirishi, shuncha siyosiy to'qilmalarni anglaganda chiroyida tashvish alomati aks etmasligi Li Yingchining asabilarini qo'zg'adi u. Shu topda G'enini qiynashga buyruq berishga tamshaldi-yu, lekin o'zini zo'rg'a tutib, yangi savol berishga qaror qildi. Ma'qul, bu masala ustida keyin so'zlasharmiz. Endi pan-turkistlar bilan qandoq munosabati bo'lding? Tova, deb yaqisini tutdi G'eni. Chunki u pan-turkist degan iboraning ma'nosini tushunmaydi. Sen naq pan-turkist, qat'iy aytdi.
xuddi g'inining peshonasida pan turkisliq tamg'isi bardek leyingchi. Haytang, u deganinglar yeydigan, ichadigan narsimi? Bilmasam. Leyingchi na g'azabnak bo'lishni, na kulishni bilmay qoldi. Mug'ambarlik qilma, g'ini. Qayerda ekanligingni bilamsan? Arga qısildi Liu Bingdi. Bu yeringni sen bilmasang, mug'ambar, men nadin bilay? Turmada yetib, o'g'irlik hunaringga mug'ambarlik qo'shilganmi nima? Ha? Sen g'uljidik chig'ingda oshlamping satatding. Bu yerga kelib amaldor bo'lyapsan-ku. Taniga tanilik raddiya berdi g'ini. Talva deyishkila tili bardi Liu Bingdining. Uning semizlikdan garmonga o'xshash qatlashgan go'ranlari texmu ko'pib ketdi. U mahbuslarga qo'llanadigan vahshiyligini ishqa salmoq bo'lib tamshaldi-yu, lekin yon bo'lmadagi Shingsaydan tap tortib, ko'rsatkuch barmog'ini tishlagan peti turib qoldi. Do'q va popozdan sado chiqmaydiganligini sezgan Li Yingchi amdi aldamchilikqa o'tdi. Sening xalq ichidagi obro'y inovatingni, xususan boturlig'ini e'tiborga ilib, sana nisbatan qattiq qo'lliq qilmaganligimizni tushunishing kerak. Ayni Batuli, qo'limga chetiq, putumga 3 kishini silib, qorong'u zindonda azoblig'inglarni nim deyishga bo'lar? 4 qitim so'loqdan qochgan odamni ching tutmasa, 5-chi qitim qechish mumkin-da, deb yerkinishlik hijoyida so'zini davom qildi Li. O'tganni tili qilmay, sana bir taklif qilmoqchimiz. Nima? Hayron bo'ldi G'ani. Agar seni turmadan bo'shatsak, bizga xizmat qilamsan? Li Yingchining bu so'zlari yarg'a tuz sepgandinmi azobliq tuyuldi G'aniga. Qapoq silib qo'ldirilayotgandek ahmoq qilayotganini qara bu pastkashlarning, pichirladi G'ani. Muni panoq burunning mingsini cho'g'ivitib, nima ko'rsam ko'raymikin-a? Yaxshiliknimi qabul qilgan kelmamdi? Takror so'radi G'anining ichki kechirmalarini sezgandek Li Yingchi. Sizlardan odam bolasiga yaxshilik tegarmi? Nodon, vahshiy, zivoza. Tangpo'lig'ini yo'qotgan Li Yingchi yana nimalarnidir vaysashqa boshladi. Uning nayranlariga pisang qilmagan G'ani. Senlar izdigan qo'rqinchoq, vijdonsiz sotqon men emas, bilib qo'yish, to'la beshimni qochmay, jazo hukmini aytish. Yan bölümüdün ildam kirgen Shingsay G'anining oldida to'xtab, ikki qo'lini kayniga tutgan holda uning ko'ziga tikildi. Mashhur jallodning bu qilig'idan qilcha aymanmay, qapoqlarini turgan peti buljimay o'ltardi G'ani. Shingsay uning bo'y turqini o'lchmoqchidek bir aylanib chiqqanda, Shingsayning bo'yi o'ltargan G'anining mursiga aranla bo'ylashdi. U yerlik hayvonlarning eng zo'ri ekansan, ichida hasad qildida so'radi. Necha yoshga kirding? Qo'g'in pishig'ida xudoyim bo'lsa 42 to'shiman. Shingsay yana tingirqab qoldi. Buningga G'anining oddiy so'zlarida qandaqdir maqsad bordek sezildi. O'qimagan savodsiz chanto deyishgan edi. Agar o'qigan bo'lsa, beshimizga zo'r balo qazo bo'ldi-kanda bu zivoza, degan tashvishlik o'y kechdi uning ko'nglidan va anglashimcha xat savoting yo'q ekan, nimishga o'qimading? Deb so'radi. Zindon, surgunlarda o'qiganim yetmamdi, javoban so'radi G'ani. Ha ha ha, asabiy o'chka marishida kuldi Shingsay va kiyim pichidigandek G'anining bastiga xiligacha ko'z uzmay tikildi. Uning bu zaharlik qarshidan o'chmanlik, lekin cheksiz qiziqish havas aks etib turadi. Seni hozircha o'ltirmayman. Qandoqla yo'llar bilan bo'lmasin, ayvash keltirib, kuch ta'siridan foydalanaman. Sinku degan fikrni ko'ngliga pukdi-da, unlik holda "Da zivaza" deb vaqirgan peti ildam chiqib ketdi. Sinku hayvon, da zivaza cho'ng o'g'ri. Davomi bor.